Ulovda naqliyat vosita ketayotgan odam doim Allohni esdan chiqarmasdan Allohni zikr qilib turish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, naqliyat, ya'niki bir markabga minib ketayotgan odam Allohni zikrini qilsa, uni orqasidan farishta mingashib ketayotgan bo'ladi deydilar. O'shanaqa bir Alloh bergan ne'matga minib huzur halovatda ketyapti-yu, xayoli parishon Allohni unutib qo'ysa, orqasiga mingashgani shayton bo'ladi. Ana endi har kim o'zi ixtiyor qila olaversin. Ulovda u bilan birga ketayotgan, farishta bo'lsinmi, shayton bo'lsinmi, ixtiyorini qila olaversin. Ana Allohni eslab ketayotgan haydovchi ham, yo'lovchi ham yomonlikka qo'l urmaydi. Xayoli qochmaydi. Faqat yaxshilik tomon yuradi.